Olimjonov Jamshidbek 2003-yil Andijon viloyati Bo'ston tumanida tug'ilgan. Bizga 2025-yil 12-sentyabr kuni murojaat qilib chiqdi. Rossiyada umrbodlik zapreti bor ekan, ya'ni бессрочный запрет по час 127 Federal zakon 114. 12-sentyabr kuni o'zlari Qozog'istondan turib murojaat qildilar va to'lovini qildilar. 17-sentyabr kuni domenisini oldik, notarius orqali shu Qozog'istonda turib domenis berdi. Advokatlarimiz zo'r ishi bilan 2025-yil 10-oktyabr kuni sud orqali бессрочный zapreti, ya'ni umrbodlik zapreti bekor qilindi, ya'ni zapreti ochildi. Xudo xolasa hozir o'zlarim Qozog'istonda videosini qo'yib beraman. Shu sud qarori migratsiya bazasına, MVD bazasına, Facebook bazasına borib butkul o'chib ketish uchun ham 15-20 kun vaqt ketadi. Xudo xolasa Rossiyaga o'tib olgandan keyin video tashab beraman dedilar. Bu videolardan qo'yamiz. Hozir Qozog'istonda o'zini xulosasini eshitasilar. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar. Men Rossiyadagi бессрочный запретni o'chirish uchun Aviauz asoschisi Husan Quronboyevga murojaat qilgan edim. Men hozir Qozog'istondaman, ular yoniga borib ham yurmadim. Notariusdan dovernis berdim. 40 kun 45 kun ichida hal bo'ladi dedi. 40 kun 45 kuncha ham bormadi. Ishonchli. Juda ham 23 kunda hal bo'ldi. Xudo xolasa 10 kun 15 kun uzoq 20 kun ichida bazalarga tushib bo'lgandan keyin, xudo xolasa Moskvaga borgandan keyin video yana tashlab beraman. Ishonchli hammasi. Rossiyadagi advokatlarga kattakon rahmat.